Obunachilar, xullas hozir kech bo'ldi. Ko'rsatib qo'ying. Ikkita suv oldik. O, bitta opamiz ketib oldi, ochki sotib yurgan ekan. Mana shu ochkini taqing-da. 450 dedi Vyetnam puliga. Biz pulga qancha bo'lar ekan? 238 ming bo'lar ekan. Ha. 450 ga. 450 ga. Ha. Men hozir bu bilan tortishib yurib, tushuntirib yurib, xullas o'zimiz puliga 77 mingga oldim. 72 mingga oldim, 77 mingga. Polaroid. Hali mashinani ham rasmini ko'rsatadigan tozasi ekan. Buyurmas, lekin suvda bizni aldashdi. Jahongir hoji hozir hech bir yo'l suvda hozir kirasizmi? Suvda ekan 513 ming oldi. 513 mingga suv oldik hozir. O'zbekiston puliga 513 mingga. Xullas hozir mehmonxonaga yana 2 soat bordi ekanda vaqtimiz kirishga. Chunki ko'chadan narsa olaylik deb dollar maydaladik. Birinchi olganimiz shu suv bo'ldi. Suvga kirdik, 1000 deya, 20 dan 40 dedi, to'g'rimi? 20 dan 40 bo'lganda ham 20 9 ming qancha bo'ladi? 9100 so'mmi? Ularga bizni pulga. Biz ularga 1000 berdik. 1000 berdik. Ular 60 ming qaytib berdi. Ha, 60 ming qaytib berdi. 940 ga 400 ming olib qolibdi-da ular 200 ming. 940 ga ikkita suv oldik-da. Olmayda suv o'tib qolsa, suv narxini so'rab ko'ramiz. Bo'ladimi? Hech bir kun suv. Obunachilar mana shunaqa manzarada hozir gazetsa ochilguncha mana shu tomosha qilib o'tiribmiz mana suvlarda. Orada poster bor ekan, obunachilar. Bitta детский plashadkalar ham bor ekan. Hamma cho'milyapti. Kimlardir ag'anib yotibdi mana. O'zim qo'shildim. Mana bu tomonda tepalar obunachilar. O, nima qilib pishyapti? Nima deydi? Nomini? Kakoslar pishyapti obunachilar. Deb chiqib zo'n bo'lib turdi. Ko'z. Lekin men kakos o'tyapti, o'ni ko'rib. Kakos o'tyapti. Shunaqa gap. Endi adashmovchilik bo'ladi-da, o'rganib oldik-ku. iPhone'larda kalkulyator bor ekan, obunachilar. Shu urasiz, o'zbek pulga chiqarib beradi. Mana shunaqa.